Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Andijon viloyati Chaqar mahalla fuqarolar yig'ini 863-sonli kontirdamiz. Kontir maydoni 4 gektardan iborat. Eni 201 tomoni 247 metr, ikkinchi tomoni 76 metr, bo'yi 266 ga 247 metrni tashkil qiladi. Ushbu loyiha Aloqa bank bilan hamkorlikda Farovon texnika ishlab chiqarish kooperativi biriktirilgan. Hozirgi kunda barcha agrotexnik tadbirlar amalga oshirilgan. Ko'rishingiz mumkin, sarimsoq piyoz juda chiroyli holatda yetishtirilmoqda. Ushbu kontirdan gektaridan 18 tonnadan hosil olish rejalashtirilgan. Jami 72 tonna hosil kutilmoqda. Kontirda 20 ta dehqon xo'jaliklari faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Ushbu kontirda GPS area ilovasidan yuklaganda maydonda ekilmagan joylar ham ko'rsatilyapti, lekin ko'rishingiz mumkin, maydon to'liq ekilgan. Hattoki maydon chekkalarigacha yer chisnoy ekilgan, 1 metr joy ham foydalanmasdan qolmagan. E'tiboringlar uchun rahmat.